Ertalab turganinglardan maqsadinglar ota-onamni rozi qilishim kerak. Ota-onam duo qilish kerak. Ota-onam mendan xursand bo'lish kerak degan shu niyat bilan kuninglarni boshlanglar. Chunki Allohning roziligi qayerda? Otamizni, onamizning roziligida. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Shunday bo'lgandan keyin azizlar, ibodatli yigitlar, eng katta maqsadingiz Allohni rozi qilaman desangiz, ota-onani rozi qiling. Hammanglar shu umid bilan yuribsizlar. Alloh mendan rozi bo'lsin deb. Allohning roziligi bilib qo'ying, ota-onaning roziligida. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Va vasaynal insana bivalidayhi ihsana. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik deb Alloh marhamat qilyapti. Bu ota-onaning e'zozi oddiy ish emas. Allohning amri. Siz ota-onaning hurmatini, izzatini, xizmatini qilmoqdasizmi? Allohning amrini bajaryapsiz. Bu o'zi farzandlik burchingiz. Shu bilan birgalikda siz farzni ado etyapsiz.